Sho'x yillar, sho'x yiling, ko'ksimni tilartgan, yor ko'nglin bilib keling, menda ko'ngli bormikan? Sho'x yillar, sho'x yiling, ko'ksimni tilartgan, yor ko'nglin bilib keling, menda ko'ngli bormikan? Gumonlarda yonaman, tunlari uyg'onaman, bilolmay to'lg'onaman, menda ko'ngli bormikan? Gumonlarda yonaman, tunlari uyg'onaman, bilolmay to'lg'onaman, menda ko'ngli bormikan? Sho'x yillar, sho'x yiling, ko'ksimni tilartgan, yor ko'nglin bilib keling, menda ko'ngli bormikan? Menda ko'ngli bormikan? Qachon baxt kuni boqar, ko'nglim yor tomon oqar. Qachon baxt kuni boqar, hayollar bag'rim yoqar, menda ko'ngli bormikan? Hayollar bag'rim yoqar, menda ko'ngli bormikan? Sho'x yillar, sho'x yiling, ko'ksimni tilartgan, yor ko'nglin bilib keling, menda ko'ngli bormikan? Menda ko'ngli bormikan? Gumon qiyna g'animday, yorni asray sha'nimday, men uni sevganimday, menda ko'ngli bormikan? Sho'x yillar, sho'x yiling, ko'ksimni tilartgan, yor ko'nglin bilib keling, menda ko'ngli bormikan? Menda ko'ngli bormikan? Bonjour, bien possible.
Aylası ko'nglim yoritar, ko'ksimdagi zulmatni zimdartar. Sensiz o'tgan bir kun ham meni qaritar. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga, ko'nglimda bir har kunimda sening yuraging. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga, bo'ldi seni ko'rmaganimga. Hesab ko'rishmasak yog'ishlar. 15 kun bo'ldi senga, ko'nglimda yuraganimga. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga. Yelar sho'x-sho'x yeling, ko'ksimni tilatgan, yor ko'nglim bilib keling, menda ko'ngli bormikan? Tumanlarda yonaman, kunlari uyg'onaman, menda ko'ngli bormikan? Menda ko'ngli bormikan? Menda ko'ngli bormikan? Hadi sen kaçsan? Hoştan lazım. Kitap saha. Tamam hocam. Oraya koyun ki. Kim oraya koyun? Kimdir yüragiden ey uçurdu, ahir temmasiga bir ko'ndim man. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Bir seni o'ylasam faqat yondim men. Man yaraman, sevib qoldim man. Bir seni o'ylasam faqat yondim man. Man yaraman, kuyib qoldim man. Bir seni o'ylasam faqat yondim man.
Bir seni o'ylasam faqat yonimdan borib qalbim qotib qolmoqda hamdorki dunyodan so'p qoldim man bir seni o'ylasam faqat yonimdan Oylasam fakat yandım Seni kıyasam fakat yandım Sevip kaldım fakat Anam kimler günah koyun aklım başı Gracias.
Kelinlar chaqirganimiz yo'q-ku. Kelinmas, o'tiringlar. Mana Xudo o'zlari. Aylang dua bir umr kam bo'lmasin onagina darul aman kunlar keldi nurlari
Diğerlerim. Böyle bana. İşonçlu olmasaydı. Bana işin olsana. Zorla bir yerde. Ular, aziz hamqishloqlar, aziz qo'shnilar, xudolar, aka-ukalar, hammalar bugun eng yaqin og'aynilar Jamiljon. Chunki mana To'ra tog'am yana bitta nabirachalarini uchirma qilyaptilar. Xudolar ham uzoq emas, yaqindagina oldin xudo bo'lganlarni yana og'aynilari Bozorovlar Asliddinjonni ana jiyani kuyov bo'lmoqchi bu hovliga. Umarovlar bilan Qomatovlar mana hammalaringizga xush kelibsizlar deb o'tiribdilar. Ana shu nabiralarini to'yi bilan tog'amni oilasini, kuyovni oilasini, Bozorovlarning oilasini, farzandlarini baxt to'yi bilan boshlanishi bilan qizg'in tabriklaymiz. Ana shu ikkita yosh, shu ikkita katta sulolani an'analarini davom etkazadigan bir ajoyib oilacha bo'lib yetishsin. Hammamiz bilib ko'rib yuribmiz, ikkita oila ham borgan joyida tosh bo'lib, ajoyib bala chaqalar bo'lib, yaxshi oilani boshlig'i bo'lib yurishibdi. Mana bu yanaki jiyanimiz ham borgan joyiga ana shunaqa ajoyib kelin bo'lib, qiz bo'lib, ana bo'lg'isi kuyovimiz Umarovlar uchun, To'ra tog'amlar uchun hammasi kuyov emas, o'g'il bo'lib bo'lgani bo'lsin. Bala chaqalik bo'lsin. Kelasi yil shu vaqtlarda nasib bo'lsa, yana ham tog'am boshchilik, hamma og'aynilar boshchilik beshik to'ylariga taratib qilib yuradigan bo'laylik. Mana Umarovlarning hovlisiga ana to'ylar, ustiga to'ylar bo'lib, mana kuyovimiz Muqaddas qizimiz bilan birga ana shu farzandlarni katta qilgan ekan. Bularni kelin ketirdi to'ylariga, mana shu hovlilarni to'ldirib, yana bir bor tabriklab bu kechani ochiq deb e'lon qilamiz. Ajoyib qilib o'tkazib, mana bu jiyanlarimizni, kuyovimizni esida qoladigan ana shu to'yini boshlanishi esida qoladigan qilib ajoyib qilib o'tkazib, keyin ertalabgacha bazm qilaveramiz. Bu kechani ajoyib qilib o'tkazish uchun singlimiz Ma'rifat Xonshera kelganlar, hozir o'sha kishiga men mikrofonni topshiraman. Ana qolgan gaplarni raisdan eshitib, maza qilib o'tirasizlar. Men yana iltimos qildim, mana bu radiochilardan bizlarni garang qilib tashlamaylar deb, endi u gapga bir marta aytilib, shunday bo'lsa kerak, chiroyli qilib yaxshi o'tirib, ajoyib dam olishlaringizni istayman. Rais bey, kelasizmi? Assalomu alaykum. Aziz xudolar, qadrli mehmonlar, qadrli mezbonlar. Haqiqatan ham bugun Umarovlar oilasida ikkinchi farzandining dastlabki to'yi ro'mol to'yiga to'planib o'tiribmiz. Xalqimizda bir maqol bor. Yaxshi qiz qo'shnidan ortmaydi deb. Jaloir bizning eng yaqin qo'shnimiz. Mana bu tur paytlarda to'y qilganimizda to'yxona bo'lsin o'yiz deb niyat qilgandik. Bir yilga qolmasdan ikkinchi Nafisa qizimiz ham hayotga baxt yo'lini topyapti. Avvalambor muqaddas va turmush o'rtog'i bir-biri bilan tinch yashayotgan, bolalarni mehnatga o'rgatgan, odob axloqqa o'rgatgan ajoyib bir oila hisoblanadi. Eng tinch oila, sevimli oila, farzandlarning mehribon ota-onasi. Men o'ylaymanki, bugun yangi turmush qurayotgan kuyov bolamiz ham ana shu Nafisa qizimizni asrab avaylaydi, baxtli hayot kechiradi, ota-onasiga munosib kelin va kuyov bo'lib qoladi deyman. To'y egalarini tabriklagan holda bugun mana xizmatga tashrif buyurgan o'zimizning o'quvchilarimizga navbatni beramiz. Dasturxon ochiq, bor bo'lgan nozi ne'matlardan tamaddi qilib o'tirishlaringizni istaymiz va barcha xudoandalarni, yaqin qalbga yaqin bo'lgan do'stlarni, qarindoshlarni ozgina vaqtda bo'lsa-da raqsga tushib qo'shiq aytib, o'zlaringizni dumoqlaringizni choq qilib o'tirishlaringizni tilab qolamiz. To'y dasturxoni ochiq. O mikrofoni yo'q.
Yerga qo'ydim. Gazini erkalayish kerak. Yana bu kecha vaslingga zor bo'lding necha yana bu kecha mehringga zor bo'lding Endi kelaverdi. Sağımdın vaslingga vaslingga zor bo'lding yana bu kecha yana bu kecha mehringga zor men senga zor bo'ldim so'zingga zor bo'ldim yana bu kecha qishda bahoriy Qo'shdi, u yerdan qo'noq kutadi. Qo'shdi. Qo'shdi bacha. Ne deydi ular? Ne deydi? O'ylasam faqat yondim man yana man kuyib qoldim man bir seni o'ylasam faqat yondim man bir seni o'ylasam faqat yondim man yurakka nimadir bosib bormoqda Kalamlar xatma-xat ortin bosmoqda borib qolmoqda sevib qoldim man bir seni o'ylasam kuyib qoldim bir seni o'ylasam faqat yondim yelkamda ikkita qushlar izi bor qush edim qaylarga bilmay qo'ndim sevib qoldim Eu estou muito que né? Tô filmando. Mas olha do carro, To'yga kelganda albatta to'y egalari, bo'lajak kelin-kuyovlar haqida yaxshi tilaklar bildirish, shirin so'zlar aytish
to'y egalari uchun juda ham qadrli hisoblanadi. Ana shu bois qudachilik ming yilchilik deganlaridek birinchi so'zni katta qudalar nomidan ham hozirgi qudalar nomidan hurmatli tog'amlarimiz Mardonovdan eshitishni lozim topdik. Siz shu yoqqa kelishingizni so'raymiz. Ikkinchi so'z aynan mana kelin bo'lmish Nafsaxonning bo'lajak qudolari, ya'ni Aslijonning yana opalarimi, akalarim, ukalariga kelin bo'lib tushyaptilar. Rizayev Asliddinni ham shu tomonga taklif qilib qolamiz. Aziz qullar, yuqorida juda yaxshi gaplarni gapirildi. Mana rais opamiz O'tkir akam. Mana shu gaplarga to'lig'icha qo'shilaman. Mana shu kecha bilan, shu Shodiyona bilan men qudalarimni ikki tomonni ham o'zim nomidan, oilamiz a'zolari nomidan qizg'in va samimiy tabriklayman. Bu bo'layotgan oila kelajakda bir yaxshi oila bo'lsin. Umrini oxirigacha baxtli umr kechirsin, bola chaqali bo'lsin. Nima orzu-havaslar bo'lsa shu orzu-havaslarga yetishsinlar. Kelajakda bu oiladan boshqa oilalar o'rnak oladigan chiroyli oila bo'lsin. Nasib bo'lsa, kelasi yil shu paytda bojamiz mana shu besh to'y tarafiga, Xudomiz ham besh to'y tarafiga bo'lsin. Hammamiz o'shani guvoh bo'laylik. Rahmat opamiz. Aslijon, endi shu qizlarni tanlab bari tortib ketibsiz. Rahmat. Apa to'g'ri aytdi Zoqatan. Men shunday xursandman. Avvalambor aytmoqchiman, shunda to'ra tog'amizga katta rahmat shu insonga. Shu inson shu o'zlarini jon jigarlari, nevaralarini bizga shunday kelin qilib, qiz qilib berganlar uchun katta rahmat sizga. To'g'ri. Iloyim, men niyatim o'sha ikkala yosh baxtli bo'lsin, sog' bo'lsin, hamma qo'sha qarisin, ko'p farzandli bo'lsin. Nasib bo'lsa, aytganingizdek o'xshab keyingi yilda shu 5 to'ylarda ham Xudo nasib qilsa o'sha yerda o'tirgan insonlar hammasi qatnashsin. Aparama, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'lingsan. Baxtli bo'lsin yoshlar. Toshqin toshqin anhor bo'yin, so'lim bog'da bulbul kuyin, ko'rmoq uchun to'yib sabo bo'lib shoshmagayman, to'lqin bo'lib toshmagayman. Ahu ko'zlik kelsin o'zi, ishqin oshkor etsin o'zi, kutib turay yo'llarida, guli bormi qo'llarida, lekin o'zim bormagayman, so'zim so'zdir tonmagayman deb sabr toqat bilan qizlarimiz baxtlari ochilishini, yaxshi kuyovlar hayot yo'llarida yo'ldosh bo'lishini kutib yurgan bo'lsa ajab emas. Men bugun bir aniq tarixni aytmoqchiman. Muqaddas men bilan yonma-yon ishlaydi. Eng muhim bir kabinetda o'tiramiz. Bu qizlarga kelgan qudolar rashk qilmaysizlar-yu, sovchilarning soni sanog'i yo'q edi. Qizlar ham, ota-ona ham hammasini qaytarib turishdi. Shunda men Muqaddasga aytgandim. O'tirgan qiz o'rnini topadi deb. Va doim aytardimki, siz avvalambor o'qimishli, ota-onasi hayotning qadriga yetadigan kuyov tanlashga shoshilmang deb. Mana 20-21 yoshlarga kirib qizlar baxt yo'lini topdi. Va eng muhimi bu qudalarning odamgarchiligi, insoniyligi, bir-biriga bo'lgan mehr va muhabbati, sadoqatini biz ko'p yillardan buyon bilamiz. Masalan, Rizayev Aslijon misolida raypo, garpolar tarqalib ketgan bo'lishiga qaramasdan, sobiq savdo xotimlari hozirgacha bir-biri bilan bordi keldi aloqani o'zgan emas. Buni haqiqiy do'stlik desa bo'ladi. Bu do'stlik esa qudandachilikka aylanib ketdi. Ana shu do'stlar nomidan, Nafsaxonning qarindosh urug'lari nomidan bugun jiyanlari to'y bo'layotgan oqshomda yaxshi kalomlar aytish uchun hurmatli Qomatov To'ra akamizning akalari Qobilov tog'amlarimiz o'tiribdilar. Qobil aka Po'latov, biz ana shu akamizdan ham tabrik so'zi eshitish lozim topdik. Keling, navbat sizga. Assalomu alaykum aziz xudolar, do'stlar, mehmonlar, do'st birodar, og'aynilar. Mana bugun jiyanimiz Muqaddasxonni kiyamizni uylarda yaxshi kunda hammamiz yig'ilib turibmiz. Shuning ikkinchi farzandlari mana bugun namoz berdi, to'ydan oldin bo'ladigan namoz berdi, o'tkaztiramiz. Avvalambor mana shu ikkala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Qo'shgan Xudo qo'shaqir qilsin, baxtli, saodatli bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin.
serfarzand bo'lsin. Shu qizimiz borib tushadigan oilada unum topib doimo baxtli hayot kechirsin. Buni keyindan ota-onalari, bobiylari, do'st birodar, og'aynilari hammamizdan xursand bo'laylik. Ular serfarzand bo'lsin, baxtli saodatli bo'lsin. Avvalambor men kiyamizni, Jiyanul Muqaddasxonni kiyov bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu to'yda ularga muborak bo'lsin deyman. Qudalarimizda kelin bilan tabriklayman. Nimaiki yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh niyatlaysin. Shu hammani uyda ana shunday yaxshi kunlar bo'lsin, hammani Xudo niyatiga yetkazsin. Shu ikki yaxshi baxti uchun, saodat uchun hamma shu qo'lga qo'yilgan, dasturxonda qo'yilgan noz-ne'matdan o'tirishdan iltimos qilaman. Shularning kelajagi porloq bo'lsin, baxtli bo'lsin, kelasi yilda ular baxt yaqinda bo'ladigan to'ylar, baxt to'ylarini ham o'tkazib, bu yil shu vaqtda ularning farzand to'ylariga ham hammamiz Xudo yetkazsin. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu oqshom davrada shodlik avjida zavqlarni oshirar chirmanda sasi. Oshiqlar to'yi bu ko'kda hilol ham boqmoqda kelib havasi. Saodat bazmiga tushingizsiz ham qalbingiz quvonchga limolim to'lsin. So'z chaling davraga yarashib biram sho'x qizlar yigitlar o'ynasin kulsin degan ekan. Bugun biz qudalardan o'yinni boshlab berishlarini iltimos qilamiz va ozgina bo'lsa-da hammamiz mana shu xonadon egalariga shodlik baxsh etish uchun raqsga tushishimiz shart. Men mana shu san'atkor ukalarimizdan endi o'ynaydigan musiqalarni qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Nima ya? Shu gaplarga ikkalamiz sotib emas. Oh,
bo'ladi. Farzandlarimiz oqil, dono bo'ladi, tarbiyali bo'ladi. Mana shu kuyov bo'lmishning yangalari Gulfida yangamlolari o'tirgan ekanlar. Hozir ana shu kishdan tabrik so'zi eshitishni lozim topdik. Marhamat kelinlar shu yoqqa kelavering siz. Ayolni ardoqla, o'pkil ul pokiza barmoqlarini, holiga baxsh etgan dunyoning barcha shodliklarini degan ekan. Ana shu ayollarning borligi uchun bo'lajak kelinimizga aytiladigan yaxshi so'zlaringizga sizni intizorimiz. Xudolar, davramiz qatnashchilari. Bugungi shodiyona kun bilan hammalaringizni muborakbod etaman. Xudolarimizga bo'lajak kuyov muborak bo'lsin. Ularga baxt, saodat tilayman. Kelinlar bizga uyimizga kelin emas, qiz bo'lib borsinlar. Bitta qizingizni shunday ajoyib qilib o'stirganingizni bilib, ikkinchisiga ham xaridor bo'lib keldik. Rahmat sizga shunday ajoyib qizlarni o'stirganingiz uchun. Xudolar nomidan sizga katta rahmat aytaman. Hammamiz o'zi hangamalashib gaplashib turamiz. Katta rahmatlarni sizga aytib turamiz lekin. Farzandlaringiz arziydi. Ular ikkovlariga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Borgan xonadonlarda ilohim baxt topsinlar. Kirgan qadamlari qutlug' bo'lsin. O'g'il qizlarga ota-ona bo'lsinlar. Uyingizga doim kulib, o'ynab kirib kelsinlar. Siz borganingizda bular bag'rini keng ochib, xudolarimiz bilan darvozadan sizni bir yaxshi kayfiyat bilan kutib olsinlar hamma vaqt. Umrlari uzoq bo'lsin. Hamma vaqt bosgan qadamlari qutlug' bo'lsin. Mana shu uyga ham baxt olib kelsin bo'ladigan kuyov. U xonadonga boradigan kelinimiz ham katta kuyov baxt olib borsinlar. Bizning umidimiz juda ham katta. Mana shuni jon katta kuyovimiz bo'ldilar. Mana yana bitta kichkina kuyovimiz ham o'zimizdan jiyanimiz bo'ladi. Ikkovlari ham biz yangalar nomidan ularga baxt, saodat tilaymiz. Hozir o'tgan davradagilar hammamiz uchun tabriklab keling deyordilar. Ularga dunyodagi qancha shodlik, qancha baxt, qancha bag'ri butunlik, omad bo'lsa hammasini yangalari nomidan tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling hamma vaqt. Katta rahmat. Sizga kelinlik bo'ldingiz, lekin menga qiyin qilib ketdingiz kelinlarjon. O'zi bittasini chiqar muqaddas uydan keta olmay qoluvdi. Ikkinchisi ketsa endi xudo xohlasa kabin hech kim qolmaydi. Kabin muqaddas o'tira olmaydi-da. Mayli, baxtli bo'lsin. Sevgi chamanida yuz ochibdi gul. Shu gulga bulbuldek intizor ko'ngil. Bugun biz yor vaslan etsak ixtiyor, siz kelib bizlarga baxt eting zor deb kelin kuyovlar o'tirishibdi. Bugun ana shu kelin kuyovlar sha'niga ham sinfdosh do'stlar nomidan, ham birga ishlayotgan maktab jamoasi nomidan so'zni Xolbibi Abdullayevaga beramiz. Marhamat, Abdullayeva keling. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, mezmonlar, aziz qudajonlar. Mana bugun eng yaqin dugonam Muqaddasxonni hamda u kishining turmush o'rtoqlari Rahmatullojonlarning xonadonlarida katta to'y tantana. Mana shu to'y tantana debochasining sababchilari ularning farzandlari Nafisaxon va kuyovlari bo'lib hisoblanadilar. Shu fursatdan foydalanib o'z nomimdan, oilamiz nomidan bularning farzandlariga, Nafisaxon va turmush o'rtoqlariga bitmas tuganmas baxt tilayman. Doimo ularning umrlari uzoq bo'lsin. Baxtli, saodatli bo'lsinlar. Dugonamga ham kuyov muborak bo'lsin. Xudojonlarga kelin muborak bo'lsin deyman. Barcha o'sha dunyodagi barcha yaxshi tilaklar mana shu ikkala yoshga bo'lsin. Yana so'z berganingiz uchun rahmat. Mana shu kollektivimiz nomidan mana bugun 5-6 ta bo'lib o'tiribmiz, o'qituvchilar nomidan, maktab jamoasi nomidan mana shu sovg'amizni qabul qiling. To'ylar muborak bo'lsin dugonajon. Katta rahmat. Ana shu dugonamizdan sizga ham yo'qsinda qator to'ylar qilib yuring. Hisob. Hozir mana shu kelin bo'layotgan singlimizga ham o'qituvchimiz, ham ammalari Haydar va Diloromxon kasb hunar egallaganliklari uchun ustoz sifatida qo'l berish marosimini o'tkazamiz. Kelinni ham Haydar va Dilorom sizni ham shu yerga chorlaymiz, tez kelinglar. Hunar o'rgan, hunarda ko'p sir. Hunar yopiq eshiklarni ochar birma-bir. Insonning qimmati emas simuzar, insonning qimmati ilm ham hunar degan ekan. Mana hozir xudolar Muqaddasxonni qizlarini maqtashdi.
muqaddas to'ng'ich qiz. Bilmadim bu yangamlar muqaddasga qanaqa gapiradilar, lekin sal gapirsangiz yana yig'layveraydi hozir. Lekin o'zi ham juda sadoqatli, pazanda, toza, ozoda, shu bois qizlarga ham gap yo'q. Bir ro'zg'orni oltindek qilib tuzata oladigan, bir yigitni avaylab asrab, uni umrini 100 yillarga tatbiqlik yashashga qodir bo'lgan ajoyib qizlar desam xato bo'lmaydi. Ikkinchisini ham yetib sinab ko'ravering. Istagancha tegirmonga tashlasangiz ham butun chiqadi. Kelinglar. Kel, nafsjon. Mana bu yoqqa o'rtaroq qo'yinglar. Qani Haydarova? Gapirib bering endi. Ikkita mana Rustam ham bor. Ikkita mehnat o'qituvchimiz bor-da. Ey yashang. Bu ish vaqtgacha bitta o'g'illik bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli mehmonjonlar, xudojonlar. Tog'ajon, sizga navira kiyov muborak bo'lsin. Sizlarga esa xudojonlar qiz, ya'ni kelin muborak bo'lsin, xudojonlar. Mana bugun nikoh to'yidan oldin bo'ladigan mana ro'mol to'yiga yig'ilib o'tiramiz. Shu fursatdan foydalanib, bu ikki yoshga baxt, saodat, kelgusi ishlarga rivoj tilayman. O'zbek xalqini urf-odatlariga ko'ra mana bugun tikuvchilikdan qo'ylamoqchilar. Shu hozir shu marosimni o'tkazib olamiz. Iloyim jiyanim baxtli bo'lsin. Do'stijon, kiyov muborak bo'lsin. Qaychi, santimetr, boshiga ro'mol, ey yashang, yashang. Santimetr bitta qaychi, ipi ham bor. Ignasi uymog'igacha bor ekan. Faqat materiallar urib qo'ymaysan. Qo'lidan olsang, lekin urib qo'ygan yomon ko'raman. Yana bu kecha Shema shogirdim lekin. Bilaman. Ana shu siz bermoqchiman. Mana muqaddas ustozlarga bitta bitta ro'mol atagan ekanlar, sovg'ani beryaptilar. Ko'plab shogird yetkazinglar. Hamma joyda modellerlar bosib ketsin, tikuvchilar bosib ketsin. Ilohiy materiallar ko'paysin, ayollar ko'ylaklarni kiyib ado qila olmay yuraversin deymizda. Navbatni san'atkorlarga beramiz. Kelinni bular tekin ko'rdi, lekin qurib ko'rmanglar o'rtoqlar. Ko'kidan olib kelinglar hech bo'lmasa. Iltimos. Ko'kidanmi? Marhamat. mehringa zor bo'ldim bu kecha. Bu kecha naslingga zor bo'ldim necha. Bu kecha yana bu kecha mehringa zor bo'ldim yana bu kecha. Çıkmazdan osmonga oy ham kimsasiz qoldi yoy ham sog'indim vaslingizni men senga zor bo'ldim bu kecha. Bu kecha yana bu kecha vaslinga zor bo'ldim necha. Bu kecha yana bu kecha mehringa zor bo'ldim men senga zor bo'ldim yana bu kecha. So'zingga zor bo'ldim yana bu kecha.
Aziz mehmonlar, shu to'yimizni bir shunaqa bir boshlab oldik, ochish marosimini o'tkazib, yana bir shuna bir qoidasi bo'yicha ominni qilib qo'yaylik, keyin yana boya davom etaveradi. Ma'qulmi? Bo'lmasa, ominni mana akamiz Bundan keyin hali yana davom ettiramiz. Kelar uchun katta rahmat. Xush kelibsizlar shu xonadonda. Bundan keyin doimo keltiringlar xudolar. Endi ko'p ketyapti, davom ettiramiz. Endi an'anaga ko'ra foto o'qiylik. Shuning uchun ilohi omin. Dunyomiz tinch, shu ikkala yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Nimaki niyatlari bo'lsa, Alloh niyatlariga yetkazsin. Onalarni, otalarni, bobiylarni niyatlariga yaxshi inson bo'lsin. Shularni keladigan baxt to'ylarga hamma Xudomiz yaxshi yetkazsin. Nimaki niyatsa Alloh niyatsa hammamizga tinchlik, sog'lik bo'lsin. Ilohi omin. Allohu akbar. Salomat bo'linglar. Ketish yo'q, bemalol o'tiringlar. Ado qilib ado, kuydirding meni, gado qilib gado, suydirding meni, ado qilib ado, kuydirding meni, gado qilib gado, suydirding meni. Sevgining qo'llarida, hijronning cho'llarida, yarim shirin jonimdan to'ydirding meni. Sevgining qo'llarida, hijronning cho'llarida, yarim shirin jonimdan to'ydirding meni. Ado kuydirar ekansan so'zing bilan yo, kuydirar ekansan ko'zing bilan yo, suydirar ekansan so'zing bilan yo, kuydirar ekansan ko'zing bilan yo. Chidagayman mayli damlaringga, yashasam bo'lgani o'zing bilan yo. Chidagayman mayli damlaringga, yashasam bo'lgani o'zing. Buzma, anani buzma. Sho'dan ol. Hangi yoqda? Ket o'zi bu qayerga? Yo'q. Yo'q. Utas bor. O'ychilar utas. Kattaminchi ketdimi? Boja! Ey boja! Yo
yo'llaringga yashasam bo'lganim o'zing bilan yor chidagayman mayli isganlaringga yashasam bo'lganim o'zing bilan yor kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ado qilib gado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ishqidan kecharmidin o'ylama ketarmidin baribir o'tarman sinovlaringdan ishqidan kecharmidin o'ylama ketarmidin baribir o'tarman sinovlaringdan ado qilib ado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ado qilib ado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ado qilib ado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ado qilib ado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ado qilmaydiganlardan qo'ying. Biz ado bo'lganimiz yo'q hozir. Yo'q.